Feruzbek, hozir sizga bitta savolimiz bor. Bu o'zimiz o'zbekistonliklar uchun juda ham aynan manfaatli bo'ladi. Shu manfaatli savolimizni hamma o'zbeklar foydalanadi degan umiddaman. Qarang, birinchi savolimiz: Turkiyaga ishlash uchun, kelish uchun nima ish qilish kerak? Birinchi o'rinda qanaqadir tur firmaga borish kerakmi yoki qanaqadir agensiyaga borish kerakmi? Qanaqa ish qilish kerak va o'zi bilan Turkiyaga qancha primerni pul olib kelish kerak? Shu bir oy yashash uchun to o'zini shu ish topib yana o'rganib ketish uchun. Birinchi o'rinda ish topib keyin kelish kerak. Oshna og'aynisi yoki taniydigan birisi bo'lsa, o'sha ishga chaqirsa, oldindan gaplashiladi bu restoran bilan. Restoran ish beruvchilari unga dokumentlarni, hamma narsasini qilib beraman desa, kelish kerak, dokumentlarni chiqarib olish kerak. U vaqt davomida dokumentlari chiqishiga qadar ishlab turadi, o'zi pul topib turadi, ya'ni. Primerna $500-600 olib kelsa o'zi bilan ish aniq bo'lgandan keyin shu kistasida turib turadi-da, kerak pullar ishlatadi. Demak, Turkiyaga kelishdan oldin albatta birinchi o'rinda ozgina tanish bilish bo'lish kerak deb o'ylayman. Siz gaplaringizdan shuni tushundimki, sababi o'zidan o'zi kelib, bu yerda Turkiyada sal ishlar qiyinroq, to'g'rimi? O'zi kelsa, ya'ni ish topguncha qiynalib qoladi-da. Qayerda yotadi, yotishi, yeyishi, ichishi qiyin bo'lib qoladi. Yoki fermalar orqali kelsa ham bo'ladi. Otelda ishlayman desa, otellarda, fermalarda ish topib beryapti. O'sha yerda ishlasa bo'ladi. Yaxshi pul topaman desa, shunday tanishi bilan kelish kerak, tanish chaqirish kerak. Restoranlarda ishlasa, biroz puli yaxshi topadi. Tushunarli. Feruz, ikkinchi savolimiz: Turkiyaga kelib bir oyda baribir ish topgancha vaqt ketadi. Shu bir oy davomida o'zini yashash uchun o'zi bilan necha pul olib kelish kerak? Shu yashab, shu to ishga kiraman deguncha. $1000 olib kelsa bo'ladi, menimcha. Oshna og'aynisi kirada turgan bo'lsa, o'shalarning yoniga joylashib tursa, ish topguncha ular bilan turib turadi. Agar tanishlari bo'lmasa-chi? Bo'lmasa, otellarda turib turaman deydigan bo'lsa, biroz ko'p ketib qoladi. Hozir 2000 lira, 1500 lira bo'lyapti. Bir kun yotsa bo'ladi, mana shu tarafda apartlar bor, o'shanda yotsa. Primerni ayting, tanish bilishi bo'lmasa, keldi, gostinitsada turyapti, ish topishga o'sha ketadigan vaqtda necha pul ketadi o'ylaysiz? Ovqatlanishi, turishi, gostinitsasini o'zi faqat. Unga ko'p pul ketib qoladi. Primerni qancha? Primerni gostinitsaning o'ziga 60000 lira ketsa, u $1500 ga yaqinlashib qoladi. Ya'ni gostinitsa yeyish, ichishdan tashqari. Demak, O'zbekistondan kelgan o'zimiz o'zbeklar uchun Turkiyaga agar siz tanish bilishsiz keladigan bo'lsangiz, $1500 bilan kelishingiz kerak. Agar siz tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, $1000 bilan keladigan bo'lsangiz, sizda bemalol shu ishni topaman deganingizcha bemalol yetadi. Gapir loyihasini kuzatishda davom etinglar. Gapir loyihasi bundan keyin yana boshqa davlatlarga boradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishganda ko'rishguncha.